Hozir videoda ko'rgan 3 yoshli Javohirning hayoti xavf ostida. Iltimos, mana shu videoni oxirigacha ko'rishlaringizni iltimos qilamiz. Assalomu alaykum barcha bizani kuzatib turgan obunachilarga. Biz hozir Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanidamiz. Hozir shu yerga murojaat bo'yicha keldik. Iltimos qilamiz. Mana shu Javohir uchun albatta mana shu videoni oxirigacha ko'rasizlar va shu Javohirga albatta ko'maklashib biz birgalikda yordam beramiz degan umiddamiz. Javohirning yoshi 3 yoshda. Hozirgi kunda boshida suv yig'ilib ketyapti. Ya'ni nima uchun? Boshida o'simtasi bor. O'sha o'simta suv ishlab chiqaradi va boshini kattarishiga sabab bo'lyapti. Har 3 kunda suvni oldirib kelyapti ekan. Boshiga shont qo'yilgan. O'sha shont 2023-yil mana shont qo'yilgan. Hozir mana shu shontni olish kerak, ya'ni infeksiya yig'ilib, bu yerda infeksiya yig'ilyapti va mana shu shont orqali oldin suv olingan va igna ko'p tiqilganligi sababli bu yerda infeksiya paydo bo'lyapti va hozir men Hindiston doktorlari bilan gaplashganimda birinchi o'rin murojaatga kelish oldi bu bolakayni tashxis analizlarini oldimda Hindistonga yubordik va Hindistonda bu bolakayni zudlik bilan operatsiya qilish kerakligini aytishdi va mana shu bolakayni oldiga keldik va sizlarga ham shu bolakaydan yordam so'rab mana shu birgalikda biz mana shu bolakayni Hindistonga jo'natamizmi deb shu bolakayni umidvor bo'lib mana shu oilaga keldik inshaalloh. Hozirgi kunda Javohir mana shu shont orqali suv oldirmayapti va liqildog'idan suv oldiryapti ekan. Termiz shahriga qatnab har 3 kunda borib kelyapti ekan. Yashash sharoitlarini ko'ryapsizlar, juda ham og'ir ahvolda yashash sharoitlari. Akamiz oddiy bir fermer qo'lida ishlar ekanlar. Opamiz ham uyda uy bekasi va mana shu xalqdan yordam so'rab, iltimos qilib, "Ukajon, mana shu farzandim uchun yordam bering. Xalq yordam berarmikan" degan maqsadda umidvor bo'lib bizani chaqirishdi va inshaalloh Xudo xolasa o'zi holatni o'zi ko'rib turibsizlar. Holat o'zi ayanchli holat, ko'rinarli holat bo'lib turibdi. Men Hindiston doktorlari bilan gaplashganimda Hindistonda bu operatsiya $18,000 ketishini va Hindistonda 4 hafta qolishligini va undan tashqari tekshiruv amaliyotiga $1000 ketadi va mana shu shontni oldirishga ham pashti $1000, $2000 ketadi. Bunday olib qaraganda, общий qilib aytganda $20,000 dan oshiqroq summani Javohirni, ya'ni dadalariga yig'ib bersak inshaalloh Xudo xolasa mana shu Javohirni sog'lom holatida ko'rishni Xudo xolasa sizlar bilan birgalikda nasib qilsin deb qolamiz. Avvalambor sizlar bilan umidvor bo'lib mana shu videoni Allohga tavakkal qilib sizlarga ulashyapman va sizlar bilan birgalikda yaxshilik qilsak, shu Javohirga yordam bersak juda ham yaxshi ish bo'lardi. Hozir mana yaqinlashtirib keling operator. Hozir Javohir o'zi tinchlanmaydi, shuning uchun hozir hozir emizayotganligi uchun tinchlanib turibdi, chunki buni boshida og'riq bo'lganligi sababli va qo'llari rivojlanmay qolyapti mana. Rivojlanishdan o'zi to'xtagan. Lekin hozir eshitmaydi, hozir eshitadi, lekin gapira olmaydi. Eshitadi, lekin gapira olmaydi. Kallasini ko'tara olmaydi. Mana shuni olsak, Xudo xolasa shu yaqin kunlarda shu summani $20,000 yig'ib olsak yaxshi bo'ladi inshaalloh. Telefon qilib yo bo'lmasa lokatsiyalarni Telegram kanaliga ham qo'yib qo'yaman. Bemalol agar qo'lingizdan kelmasa, shu Javohirga yordam bera olmayman-ku, men pensiyam yetmaydi yoki ro'zg'orimni orttira olmayapman deydigan oilalar bor. Ko'pchilik bizani oddiy tabaqadagi oilalar ham kuzatishadi. Ya'ni bizani yaxshiligimizni ko'rib ham ular rohatlanadi. Shunaqa yaxshiliklar bo'lyapti degan maqsadda. Mayli siz nima qilmang, xafa bo'lmang, yordam bera olmayapman deb, lekin mana shu videoga siz like bosib qo'yib va shu videoni tarqatib qo'ysanglar, juda ham manfaatli bo'ladi. Ya'ni siz biz bilan birgalikda shu yaxshilikni birgalikda amalga oshirgan bo'lamiz va birgalikda shu yaxshilikka hissa qo'shgan bo'lamiz. Yaxshilikni yashirin va oshkoralik qilish ezgu amallardan biri hisoblanadi. Shuning uchun nima demoqchiman? Hozir biz videoga ko'rsatib yaxshilik qilgimiz kelyapti. Ya'ni hozir biz yashirin yordam bera olmaymiz, chunki ko'rsatsakgina o'sha mana shu kartalarga pul yig'iladi va o'zlariga yordam bo'ladi. Imkon darajasida shu agar qo'lingizdan kelmasa shu videoga like bosib qo'ysanglar, agar qo'lingizdan kelmasa shu kommentariyaga Javohir uchun Allohdan shifo so'rab qo'ysanglar, inshaalloh shu bolakayni yaxshi kunlarda ham shoda bo'lamiz. Va shu videoni tarqatib qo'yib, maksimal darajada tarqatib qo'yamiz.
Assalomu alaykum yurtdoshlar. Men Surxondaryo viloyatidanman. Sizlarga iltimos murojaatim bor edi. O'g'limning kasalligi bo'yicha. O'g'lim 3 yosh bo'lyapti. Boshida boshimga o'simtasi bor. Hindistonga olib borish uchun uragan pasport ham olgan edik. Moddiy tomon imkonimiz yetmagani tufayli olib bora olmadik. Imkoni yetgan yurtdoshlar bo'lsa, qo'ldan kelgancha yordam beringlar. Sizlarga oldindan rahmat. Sizlarni duo qilamiz. Biz hozir Javohirlarga kelganmiz. Javohirda dadalarimizni ham misol o'ylashinglar mumkin. Ko'pchilik juda ham hashamatli uyda yashaydi deydigan oilalar uchun, o'shalar uchun mana shunday ahvolda yashashadi. Uylari, sharoitlari mana shunaqa ahvolda. Xudo xolasa, Javohirga yordam bersak, inshaalloh juda ham katta yutuq qilgan bo'lamiz. Duoda bo'linglar azizlar. Duo ham juda ham katta bizga plyusga ishlaydi. Ya'ni nima demoqchiman? Duo ham katta ahamiyatliga, ya'ni qancha duo qilsanglar mana shu Javohirni inshaalloh tuzatamiz, oyoqqa turg'izamiz inshaalloh. Va'da beraman, Xudo xolasa mana shu Javohirni oyoqqa turg'izamiz inshaalloh. Avvalambor Alloh duo qilib qo'yinglar azizlar. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishamiz. Surxondaryo, Qashqadaryo ahli mana shu bolakayga yordam beramiz inshaalloh. Qani natijasini ko'ramiz va yana qaytamiz Surxondaryoga inshaalloh. Javohirdan albatta ota-onasidan xursandchilik, mana shu Javohirda ham Hindistonga jo'natayotgan videolarini va Hindistondan kutib olayotgan videolarini ham sizlarga ulashib boramiz va mana shu videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.